Assalomu alaykum. Men adım Madrahimov Otabek. 2009-yilda Toshkent axborot texnologiya universitetida o'qishga kirganman. 2013-yildan boshlab o'zimni o'qituvchi sifatida maktabda ish faoliyatimni yuritib boshladim. 2021-yil data ta'lim stansiyasida ishlaganman. Shu vaqtdan boshlab informatika o'qituvchisi sifatida Office dasturlash yo'nalishida dars yuritib boshladim. Hozirgi vaqtda data ta'lim stansiyadan dars beraman. Data xalqaro maktabida informatika o'qituvchisi bo'lib ishlab yuribman. Bu yil bizning maqsadlarimiz katta, sababi o'quvchilarimizni olimpiadalarda, musobaqalarda qatnashtirishga harakat qilib turibmiz. Musobaqalar robototexnika bo'yicha, olimpiadalar esa informatika fani bo'yicha harakatdamiz. Avvalgi yil biz birinchi qadam bosdik. Biz maktabimiz o'zi IT yo'nalishi asoslashgan deb rejalashtirdik. Shu sababda informatika darsi ko'p qo'yildi. Avvalgi yil oddiy maktablarga nisbatan haftasini 2 dars qo'yiladi. Bu yil esa 6 soat qo'yildi. Ya'ni bu qo'shimcha yana bir IT yo'nalishini rivojlantirish, o'quvchilarimizda sifatli bilim berishga harakat qiladigan yo'l qo'ydik. Birinchi navbatda bizda ko'pincha amaliy bilimlarni berishga harakat qilamiz. Hayotda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni rivojlantirish. Bundan tashqari zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash. Oddiy maktablarda texnik jihozlari eskiroq yoki yangi emas. Hol bizning data xalqaro maktabimizda eng oxirgi modeldagi VRHKlar, kompyuterlar va Core Windows operatsion tizimida ishlatilgan emas, macOS Apple kompaniya tomonidan chiqqan kompyuterlardan o'quvchilarimiz ishlashni o'rganib yuribdilar. Bu degani kelajakda o'quvchilarimiz erkin o'zini his etib biladilar texnologiyalar bilan ishlashgan vaqtida. Endi o'zimizni sohamiz bu texnologiya sohasi, u hamma metodlarimiz yangi deb hisoblasak bo'ladi. Asosiy shu texnologiyalarni qo'llab, amaliy praktikada qiladigan metodikalar. Har bir darslarni o'rgangan vaqtlarimda an'anaviy nazariy qismida emas, imенно praktika, amaliy ishlarini qo'llashga harakat qilamiz va undan tashqari o'yin shaklida har bir o'quvchimiz bilim olish, akademik bilim olishi zerikadi. Shu sababda biz o'yin ustidan ham ishlashni harakat qilamiz. O'quvchimiz o'yin sifatida akademik bilimlarni olib boshlaydilar. Zerik qolmaslik uchun o'yin, yana aytaman, o'yin shaklida o'quvchilarimiz akademik bilim bergan vaqtimizda har o'quvchi zerikish ehtimoli ko'payadi. Biroz o'quvchilar qiziqqanidan o'qiydilar, biroz o'quvchilar zerikadi. Shu sababda dars jarayoni o'yin shakl darslarni o'tib boshlaymiz. Bu dasturlarimiz bor, kompyuter orqali saytlara, onlayn platformalarga kirib, o'yin tarzida bilim olib boshlaydilar. Bu programmirowaniya, koding qilishlari va boshqa tizimlar orqali o'rganib boshlaydilar. Aniqlash maqsad, kompyuterda ishlab boshlagan vaqtda o'quvchida ko'rinadi, qaysi o'quvchimiz erkin fikrlab va o'z g'oyasi bilan dasturlarni ishlatib biladi. Qaysi o'quvchilarimiz qiynaladi. Bularni aniqlashga harakat qilib va qo'shimcha darslarni qo'shish va qo'shimcha ishlash. Bizda hozir bir darsimiz 90 minutga aylandi. 2 dars ketma-ketlik o'tiladi. Shu sababda bolalarga ko'proq e'tibor berib va ko'proq ishlashga imkoniyatimiz bor. Va har bir o'quvchi bilan individual shug'ullanish ham imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Sabab bizning maktabimizda 20 o'quvchidan, 22 o'quvchidan ko'p bo'lmaydi. Buning uchun ko'proq ingliz tili yoki boshqa tillarni o'rganishga dars soni ko'payishi kerak va uchun texnik jihozlar orqali o'rgansalar ansatrak bo'ladi. Masalan, bizda VRHKlarimiz bor. VRHKga yozib, videolarni ko'rib va o'zini shu atmosferada his etib, bola erkin gaplash imkoniyati bo'ladi. Shu katta yordam beradi va internet orqali har xil dastur platformalar orqali til o'rganishi imkoniyati bor. Qiziq savol, haqiqatan. Bolalar biz erkin bersak, o'tdan tashqari erkinlikka o'rganib, o'zini tutib bilim olish ehtimoli ko'payadi va kattaroq dars o'tsak ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Shu sababda tartibga keltirib va kerak yerida hazil bilan, kerak yerida katta qo'l bilan dars o'tishga harakat qilamiz. O'rta qismini topish qiyin, har klass har xil, har o'quvchi har xil. Bu uchun individual qatnashishimiz kerak. Bir o'quvchilarga katta so'z bilan tushuntirsak ham foydasi yo'q. Bir o'quvchilarimizga katta gaplagan bilan ruhini pastga tushirib tashlaymiz. Shu sababda har bir o'quvchi individual qatnashib, shu o'rtalikni topishga harakat qilishimiz kerak. Bu klassdan kirib chiqqan, klassni atmosferasidan aniqlanadi. O'zi eng katta tarbiya biz ota-onamizdan olamiz. Sababi bu ota-onamiz bizlarga o'rgatmagan holatdan biz e'tibor berib qarab, ota-onamizning bo'lishga harakat qilamiz. Ko'pincha ota-onalar
azongech ishlaydilar, o'zlarimiz ham azongech ishlaymiz, farzandlarimizni ko'rish ehtimolimiz kamayib qoladi. Shu sababda o'qituvchilar ota-onani o'rnini bosadi. O'qituvchi o'zining chaklam tartibli, o'zining chaklam yaxshi tutsa, bola shu o'qituvchiga qarab turib intiladi. Shu sababda maktab o'qituvchi ham ota-ona sifatida katta rol o'ynaydi o'quvchining hayotida. Shu sababda o'qituvchi o'zining intizomli, tartibli bo'lsa, o'quvchilar ham shunga qarab turib harakat qilib boshlaydilar. Hozir aytdim, o'qituvchi o'zi primer bo'lishi kerak o'quvchi uchun, lekin ota-ona harakat qilmasa foydasi bo'lmaydi. Ota-ona unchalik ko'p bolasi uchun harakat qilsa, yaxshi yerda o'qitisha, yaxshi yerda tarbiya berishga harakat qilsa, farzand ham shunga qarab turib oddachasi bo'ladi. O'zimning biroz donishlarim bor, farzandi uchun hamma ish qilib qo'ydilar. Shu sababda farzand ham ko'ngli to'lib, o'sib, ko'p natijaga erishish imkoniyati bo'lib kelayotir. Shu sababda ota-ona ko'proq farzandga e'tibor bersa, birgalikda kitob o'qisa, birgalikda kinolarni ko'rib yoki qiziqarli voqealarni eshitib o'tirsa, farzandi shu daraja o'sib boraveradi. O'zimda shuning vaziyat bo'lgan, o'quvchim olimpiadada birinchi o'rinni olgan. Kutmagan holatda, shu sababda o'zim kutganim bo'lib, yaxshi natija his qilganman. Avvalgi yil ham ikki o'quvchimiz musobaqada 2-3 o'rinni oldilar. Shu o'tganlari shunga ozgina bo'lsam hissam deydi deb so'nasi ekan. Ko'p o'quvchilar yaxshi natija erishsa, o'qituvchining ko'ngli shu daraja yuqori baland bo'ladi ekan. Bu professional kadrlar, atmosfera, har bir o'qituvchi o'zini mutaxassisligi va yaxshi tarbiya berishligi va bu yerdagi texnik jihozlari, administrator, rahbariyatlar hammasi birgalikda yaxshi jamoa bo'lib ishlab, farzandlari yaxshi ta'lim berish harakat qilib turgani bu katta ustunlik edi ota-ona.